yoki o'sha qoldim, yo'q, o'sha uylanmasam o'ylaman, shu o'zini asosiy nomi bo'lib qoldi shu asar. Albatta. Men ham endi ishga kelganimda teatrga shu spektakl qanaqa spektakl ekan deb qiziqqanman-da kirib ko'rganman. Chunki fishkasi hammani tortgan, tortgan. juda ham haqiqatan ham uylanmasam Juda zo'r bo'laman deb. spektakl, menga yoqadi. Ana u komediya. Feruza opa, mana 2026-yildagi rejalar qanaqa endi? Yangi mualliflik qo'shiqlarimi yoki konsertmi? Qanaqa bir rejalar bor? Shu men Buxoro viloyat drama teatri bilan birgalikda filarmoniyada ham faoliyat yuritaman. Ular bilan birgalikda biz jonli konsert qilmoqchimiz. Shu jonli konsertga tayyorlanamiz. Shuni qilmoqchimiz. Bu juda ham qiyin. Albatta, juda ko'p mehnat talab etadi. Har bitta sozanda bilan ishlash kerak, alohida qo'shiqlarni tanlash kerak. Keyin dekoratsiyalar, raqqosalar. Juda ko'p mehnat talab etadi. Qancha vaqtda uni tayyorlab, shu namoyish etaman deb o'zingizcha chotlayapsiz? Endi filarmoniya musiqachilari, mana boshqaruv jamoasi menga yordam bermoqchi. Ular yordam bersalar, menimcha 3-4 oyda eplasak kerak. Yil oxirigacha. Kuzda menimcha. Kuzda. Bo'lsak. Demak, yil oxirigacha biz aynan mana shu yangiliklar bilan hali tushlikda dastur albatta Istiqlol kanali taklif etiladi u konsertga. Albatta taklif etasiz va yana tushlikka ham chaqiramiz sizni hali. Albatta. Xudo xohlasa. Shu o'rinda men yana nimani aytmoqchi edim? Odatda biz o'sha mehmon sifatida aktyorlarimizni, qo'shiqchilarimizni studiyamizga taklif etganimizda ulardan bir ijro eshitamizda. Men oxirida mana ko'rsatuvning so'ngida sizdan ham bitta jonli bir she'rmi, bir ozginagina rolmi, farqi yo'q, monologmi so'ramoqchi edim. Men bu fursatdan foydalanib avvalo mana shu Istiqlol televideniyasida xizmat qilayotgan hamkasblarga, biz san'at sohasida ishlaymiz, hammamiz hamkasbmiz. Ishlariga omad, uzoq umr, sog' salomatlik tilayman. Hamisha hamma vaqt, hozir ham va bundan keyin ham o'sib kelayotgan yosh avlodlarimizni mana shu ona vatanni sevishga, uni qadrlashga, uni qadr qimmatga yetishlarini juda xohlardim. Men shu borada endi ona vatan degan paytga ham ona bor, ona bizni tavallud qilib shu dunyoga keltirgan inson, ham vatan bor. Men shu fursatdan foydalanib O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni Abdulla Oripovni o'sha ona degan bir ona haqida yozgan she'rini harakat qilaman. Endi shoir emasman, haligi she'r aytish xonanda ham emasman, aktyorman, rejissyorman. Kimdir savol berdi. Aytgil Muhammad, yolg'iz sen rasulsan butkul olamga, kimga ko'p yaxshilik aylay? O'zing ayt. Ota onamgami yoxud bolamga? Rasul javob qildi. Tingla birodar, gapimni 3 bora quloqqa ilgil. Imkon topa olsang dunyoda agar, eng avval onangga yaxshilik qilgin. Bu hikmat sharhini o'yladim uzoq. Chindan ona erur qiblai olam, garchi barchamiz ham padarmiz. Biroq onadan tug'ilgan payg'ambarlar ham. Biz mana shunday bir ajoyib shahar, Jemchujli город deydi-ku ruslar. Buxoroy sharifga tavallud topganimdan men xursandman. Chunki Buxoroy sharifning yerida buyuk insonlar tavallud topgan. Men kelajakka mana shu o'sib kelayotgan yoshlarimiz qolaversa, o'g'il qizlarimni mana shu farzandlari, nabiralarim, hozirgi kunda 9 ta nabiraning bobosiman. Ularni kelajakka mana shu buyuk insonlar bo'lib yetishda juda xohlayman va shunga harakat qilaman. Albatta. Hamisha sog' bo'ling. Rahmat kattakon, siz uchun, sizga ham demak tashrif uchun rahmat deb qolamiz. Azizlar, bizda esa soat millari allaqachon xayrlashish vaqtini bildirib turmoqda va tushlikda ko'rsatuv aynan mana shu joyda demak yakunlanadi. Biz har kuni mana shu soatda jonli efirlar orqali siz bilan birgalikdamiz va sizni yaxshi ko'ramiz azizlar. Istiqlol telekanalini har doim kuzatishda davom eting. Sog' salomat bo'ling va kelgusi dasturlarda uchrashguncha albatta sog' bo'ling deb qolamiz.